avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladimi? Kimning pensiyasi oshadi? Kimning pensiyasi esa oshirilmaydi? Degan savol bugun juda ko'p oilalar uchun juda muhim. Chunki pensiya bu oddiy raqam emas. Bu dori-darmon, oziq-ovqat. Kommunal to'lov, nevaraga yordam, ro'zg'or xarajati degani. Men bugun sizga shu mavzuni oddiy tilda, lekin aniq huquqiy mantiq bilan pensionerning farzandlariga va hali pensiyaga chiqmagan, lekin hujjatlarni tayyorlayotgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar sizga pulingizni, huquqingizni va vaqtingizni asrashga yordam beradi. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Odamlar pensiya indeksatsiya qilinadi degan xabarni eshitadi. Hammaning pensiyasi bir xil foizga oshadi deb o'ylaydi. Aslida esa masala bundan ancha murakkabroq. Pensiya miqdorining o'sishi bir nechta omilga bog'liq bo'ladi. Davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya tartibi, pensiya turi, fuqaroga tayinlangan pensiya summasi, bazaviy miqdorlar, ustamalar, kompensatsiyalar, ish staji, ish haqi hisob-kitobi va ayrim hollarda fuqaroga avvaldan ortiqcha to'langan yoki noto'g'ri hisoblangan summa bor yo'qligi. Avvalgi tartibda ko'pchilik indeksatsiyani shunday tushunardi: davlat pensiyalarini oshirdi. Demak, mening ham oylik pensiyam shu kundan boshlab ko'payadi. Lekin amaliyotda ba'zi fuqarolar bank kartasiga tushgan summani ko'rib, nega menga oshmadi? Qo'shnimniki oshibdi, meniki o'zgarmabdi. Televideniyada aytildi-ku, nega pulim ko'paymadi deb hayron bo'ladi. Buning sababi shundaki, indeksatsiya hamma pensiya oluvchiga bir xil ko'rinishda ta'sir qilmaydi. Ayrimlarda asosiy pensiya oshadi. Ayrimlarda faqat eng kam miqdorga bog'liq qism o'zgaradi. Ayrimlarda ustama qayta ko'riladi. Ayrimlarida esa hisob-kitobda avvalgi farq yopiladi va fuqaro real qo'lga oladigan summada katta o'zgarish sezmasligi mumkin. Hozirgi o'zgarishning mohiyati shuki, pensiya indeksatsiyasi e'lon qilinganda birinchi navbatda qaysi toifadagi pensiyalar qaysi sanadan, qaysi miqdorga va qaysi tartibda qayta hisoblanishini tushunish kerak. Men bu yerda eng muhim narsani ta'kidlayman. Pensiya oshirilishi haqidagi umumiy xabarni eshitishning o'zi yetarli emas. Har bir pensioner o'z pensiya ishini alohida tekshirtirishi, o'zining pensiya turi va tarkibini bilishi kerak. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar bu masalaga e'tibor berishi kerak. Agar siz ko'p yillik ish stajiga ega bo'lsangiz, pensiyangiz ish haqi va staj asosida hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya odatda sizning pensiyangizga ta'sir qiladi. Lekin bu har doim qo'lga oladigan pulim aynan e'lon qilingan foizga ko'payadi degani emas. Masalan, bir fuqaroning pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsa va indeksatsiya natijasida hisoblangan qism oshsa, uning pensiyasi ko'payishi mumkin. Ammo shu fuqaroning pensiyasida alohida kompensatsiya, avvalgi qayta hisoblashdan qolgan farq yoki ushlab qolinayotgan qarzdorlik bo'lsa, kartaga tushadigan yakuniy summa kutilgandek bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi toifa, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham masala pensiya turi, nogironlik guruhi, ish staji bor yo'qligi, pensiya yoki nafaqa olayotgani bilan bog'liq. Ba'zi odamlar nogironlik bo'yicha olaman, demak hammasi bir xil oshadi deb o'ylaydi. Yo'q, agar sizga nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa, u pensiya qonunchiligi bo'yicha qayta hisoblanishi mumkin. Agar siz pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, unda oshish boshqa tartibga bog'liq bo'ladi. Shu ikkisini aralashtirmaslik kerak. Pensiya nafaqa bir xil narsa emas, nomiga o'xshash tuyuladi, lekin hisoblash tartibi, manbasi va indeksatsiya mexanizmi boshqacha bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Masalan, marhum otasining yoki onasining mehnat staji asosida farzandiga pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham indeksatsiya masalasi mavjud, lekin pensiya oluvchilar soni, ulushlar har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan qism va eng kam kafolatlangan miqdorlar muhim rol o'ynaydi. Agar bir oilada 2 nafar bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olsa, umumiy hisob bir xil bo'lishi, lekin har biriga tushadigan summa boshqacha taqsimlanishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar ham faqat umumiy xabarni eshitdim deb qolmasdan, aniq hisob-kitobni so'rashi kerak. Endi kimlar pensiya oshishidan umid qilib, lekin amalda oshmasligi mumkinligini tushuntiraman. Birinchi holat, hali pensiya tayinlanmagan fuqarolar. Agar siz avgustda pensiya oshadi degan xabarni eshitib, men ham yaqinda pensiyaga chiqaman, demak menga ham avtomatik oshirilgan summa tushadi deb o'ylasangiz, bu to'liq to'g'ri bo'lmasligi mumkin.
Sizga pensiya qaysi sanadan tayinlanishi, arizani qachon berganingiz, zarur hujjatlar qachon to'liq topshirilgani, pensiya olish huquqi qaysi kundan paydo bo'lgani juda muhim. Agar huquq indeksatsiya sanasidan keyin paydo bo'lsa, hisob-kitob shu kundagi amaldagi miqdorlar asosida qilinadi. Agar oldin paydo bo'lgan, lekin hujjat kech topshirilgan bo'lsa, boshqa masalalar chiqadi. Ikkinchi holat pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Ko'pchilik o'zini pensioner deb ataydi, chunki har oy davlatdan pul oladi. Lekin hujjatda u pensiya emas, nafaqa bo'lishi mumkin. Masalan, ish staji yetmagan fuqaro yoshga doir nafaqa olishi mumkin. Bunda avgustdagi pensiya indeksatsiyasi to'g'ridan-to'g'ri unga tatbiq etilmasligi yoki alohida tartib bilan oshirilishi mumkin. Shu sababli eng birinchi savol, sizning to'lovingiz nomi nima? Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu savolga javob topmasdan turib nega oshmadi degan savolga ham aniq javob berib bo'lmaydi. Uchinchi holat, pensioner ishlayotgan bo'lsa. Ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi bo'yicha ayrim davrlarda turli tartiblar bo'lgan. Hozirgi amaliyotda ham ishlayotganlik holati ayrim ustamalar, qayta hisoblash va hujjat taqdim etish masalalariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan, keyin qo'shimcha ish stajini hisoblatmoqchi. Bu indeksatsiya bilan bir xil jarayon emas. Indeksatsiya davlat tomonidan umumiy qayta ko'rib chiqish bo'lsa, ishlagan davrni qo'shib qayta hisoblash alohida murojaat va hujjatlar talab qilishi mumkin. Shuning uchun pensioner men ishladim, demak avgustda pensiyam ko'proq oshishi kerak deb kutmasligi kerak. Ishlagan davrni qo'shish uchun alohida tartibda murojaat qilish zarur bo'lishi mumkin. Keling, oddiy misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Karim ota Olimtaksi yoshda 35 yil ish stajiga ega yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 20 million 500 ming so'm. Davlat pensiyalarini indeksatsiya qilganda uning asosiy pensiya miqdori qayta hisoblanadi va masalan 20 million 600 ming so'mga yetishi mumkin. Lekin Karim otaning pensiyasidan sud qarori bo'yicha ma'lum qarzdorlik ushlab qolinayotgan bo'lsa, u kartasida to'liq oshgan summani ko'rmasligi mumkin. U menga oshmadi, deydi. Aslida hisob-kitobda pensiya oshgan. Lekin ushlab qolish bor. Shuning uchun faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilish noto'g'ri. Ikkinchi misol, Zaynab opa 62 yoshda ish staji kam, unga pensiya emas, yoshga doir ijtimoiy nafaqa tayinlangan. U televizorda pensiya indeksatsiyasi haqida eshitadi va qo'shnisiga pensiyasi ko'payishini kutadi. Lekin uning to'lov pensiya qonunchiligi bo'yicha emas, nafaqa tartibi bo'yicha berilayotgan bo'lsa, oshish miqdori va sanasi boshqacha bo'lishi mumkin. Bu yerda Zaynab opa aybdor emas, lekin u o'z hujjatidagi to'lov nomini bilishi kerak. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Odamlar pensiyam deydi. Hujjatni ko'rsak, nafaqa bo'lib chiqadi. Ana shu bitta so'z butun hisob-kitobni o'zgartirib yuboradi. Uchinchi misol, Dilshod aka pensiyaga chiqqan, lekin yana 2 yil ishlagan. U o'ylaydi, avgustda indeksatsiya bo'lsa, mening qo'shimcha 2 yillik stajim ham avtomatik qo'shiladi. Aslida avtomatik qo'shilmasligi mumkin. Ish joyidan ma'lumotlar to'liq elektron bazada bo'lsa ham, ba'zi hollarda fuqaroning arizasi mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumot, ish haqi yoki sug'urta badallari bo'yicha tasdiq kerak bo'ladi. Demak, Dilshod aka ikki masalani ajratish kerak. Birinchisi umumiy indeksatsiya, ikkinchisi pensiyani qo'shimcha staj asosida qayta hisoblash. Ikkalasini bitta jarayon deb qabul qilish xato. To'rtinchi misol, bir oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan 2 nafar farzand bor. Ular har oy umumiy hisobda 1 million ming so'm olishadi. Indeksatsiyadan keyin umumiy hisob oshishi mumkin, lekin har bir bolaga tushadigan ulush bank kartasiga o'tkazish tartibi vasiy yoki ona nomidagi to'lov shakli sababli oila darhol farqni sezmasligi mumkin. Agar bitta bola ma'lum yoshga yetib o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlamasa, uning ulushi to'xtashi yoki qayta ko'rilishi mumkin. Bu holatda indeksatsiya bo'ldi, nega kamaydi degan savol paydo bo'ladi. Sabab indeksatsiyada emas, pensiya olish huquqini tasdiqlovchi hujjatda bo'lishi mumkin. Men bu savolga juda ehtiyotkorlik bilan javob beraman, chunki har bir fuqaroning pensiya ishi alohida, lekin umumiy mantiqni tushuntiraman. Birinchidan, pensiya olish huquqi bo'lmagan shaxsga pensiya indeksatsiyasi qo'llanmaydi. Ya'ni odam hali pensiya yoshiga yetmagan, staji yoki hujjati to'liq emas, pensiya tayinlash bo'yicha qaror chiqmagan bo'lsa, u indeksatsiya oluvchi sifatida ko'rilmaydi.
Ikkinchidan, pensiya emas, boshqa turdagi ijtimoiy to'lov oluvchilar pensiya indeksatsiyasi doirasiga kirmasligi mumkin. Bu ularning puli umuman oshmaydi degani emas, balki boshqa normativ tartib bilan o'zgaradi degani. Shu farqni bilish juda muhim. Uchinchidan, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa, fuqaro real to'lovni ko'rmasligi mumkin. Masalan, fuqaro uzoq muddat pensiyani olmagan, yashash joy bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan, bank kartasi bilan bog'liq muammo bor, ishonchnoma muddati tugagan yoki zarur tasdiqlovchi hujjat topshirilmagan. Bunday holatda hisob yurishi mumkin. Lekin pulni olish uchun avval to'xtatilish sababini bartaraf etish kerak bo'ladi. To'rtinchidan, ortiqcha to'lov aniqlangan bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro biror holatni vaqtida ma'lum qilmagan, ishlashni boshlagan, doimiy yashash joyi o'zgargan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan, farzand o'qishini to'xtatgan, nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik natijasi o'zgargan. Shunda oldin ortiqcha to'langan summa aniqlanib, keyingi oylarda ushlab qolinishi mumkin. Natijada indeksatsiya qilingan bo'lsa ham qo'lga tegadigan pul oshmagandek ko'rinadi. Beshinchidan, eng kam miqdorlar va ustamalar bo'yicha murakkab vaziyatlar bo'ladi. Ba'zi pensiyalar asosiy hisob-kitob bo'yicha juda past chiqadi, lekin davlat kafolatlangan eng kam miqdorgacha yetkazib beradi. Indeksatsiya bo'lganda asosiy hisob oshadi, lekin u hali ham kafolatlangan daraja ichida qolishi mumkin. Shunda fuqaro mening pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida ichki hisobda o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin yakuniy to'lov allaqachon minimal kafolat hisobidan berilayotgan bo'lsa, farq ko'rinmasligi ehtimoli bor. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar qo'shnisining pensiyasiga qarab o'z pensiyasini baholaydi. U bilan bir zavodda ishlaganmiz, unga oshdi, menga kam oshdi deyishadi. Lekin bir zavodda ishlagan ikki odamning pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Kimning ish haqi yuqori bo'lgan, kimda ish staji ko'proq, kimda hujjatlar to'liq, kimda zararli mehnat sharoiti bo'yicha imtiyoz bor, kimda tanaffuslar bor, kimda arxiv ma'lumotlari topilgan yoki topilmagan, hammasi ta'sir qiladi. Yana bir xato bankdan kelgan SMSni rasmiy hisob-kitob deb qabul qilish. SMS faqat pul tushganini ko'rsatadi. U pensiya qanday hisoblanganini, qaysi qismi ustama, qaysi qismi kompensatsiya, qaysi qismi ushlab qolish ekanini tushuntirmaydi. Agar siz haqiqiy javob olmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli davlat xizmatlari orqali pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot so'rashingiz kerak. Yana bir nozik jihat, hujjatlarni tez topshirish. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani vaqtida taqdim etmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin avgustdagi indeksatsiya haqida gap ketganda, muammo aslida indeksatsiyada emas, tasdiqlovchi hujjat kechikkani bilan bog'liq bo'ladi. Nogironlik bo'yicha ham shunday. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi muddati, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi pensiya yoki nafaqa to'loviga ta'sir qiladi. Agar fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa yoki guruh o'zgargan bo'lsa, to'lov ham o'zgaradi. Bu holatda avgustda hammaniki oshdi, meniki nega to'xtadi degan savolga javob indeksatsiyada emas, huquqni tasdiqlovchi asosda bo'ladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Hujjatingizda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqa deb yozilganini tekshiring. Agar qo'lingizda qaror nusxasi bo'lmasa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi orqali so'rang yoki elektron xizmatlardan foydalaning. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorining tarkibini so'rang. Faqat qancha olaman deb emas, pensiyam qaysi qismlardan iborat, asosiy miqdor qancha, ustama qancha, kompensatsiya bormi, ushlab qolish bormi deb so'rash kerak. Savolni to'g'ri bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, o'quvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar. Nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjatlar ro'yxati farq qiladi, lekin men tavsiya qiladigan narsa bitta: eski ish joylari. Arxivlar va mehnat staji bo'yicha hujjatlarni hozirdan tartibga keltiring. To'rtinchi qadam, agar pensiyangiz oshmagan deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin:
Menga tayinlangan pensiya miqdori avgust oyidagi indeksatsiya munosabati bilan qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni, pensiya miqdorining tarkibi, asosiy hisob-kitob, ustamalar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday yozma murojaat sizga aniq javob olish imkonini beradi. 5-qadam, javobni olgach raqamlarni solishtiring. Oldingi oyda qancha olgansiz? Indeksatsiyadan keyin qancha hisoblangan? Qaysi qism oshgan, qaysi qism ushlangan? Qarzdorlik bormi? To'lov to'xtatilgan kunlar bormi? Hammasini ko'rib chiqing. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rashga haqlisiz. Fugaro o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. 6-qadam, agar xatolik bor deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin men avval hujjatlarni to'liq yig'ib, tuman bo'limidan yozma javob olishni tavsiya qilaman. Chunki ko'p muammolar aynan birinchi bosqichda hujjat yoki ma'lumot yetishmasligi aniqlanganda hal bo'ladi. Avgustdagi pensiya indeksatsiyasi hamma uchun muhim. Lekin hammaning pensiyasi bir xil tarzda oshadi degan fikr noto'g'ri. Kimning pensiyasi oshishi, kimnikida o'zgarish sezilmasligi yoki kim umuman boshqa tartibga tushishi pensiya turi. Hujjatlar, staj, ustamalar, ushlab qolishlar va to'lovning huquqiy asosiga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman, SMS ga yoki qo'shnining gapiga qarab xulosa qilmang. O'z pensiya ishingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Agar sizning pensiyangiz avgustda oshmagan bo'lsa yoki kam oshgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi turdagi pensiya olasiz? Taxminan qancha edi, qancha bo'ldi? Qaysi viloyat yoki tumandansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki birgina to'g'ri ma'lumot ko'p oilaning pulini va asabini saqlab qolishi mumkin.